12200 ga aka. Srazimi? Do'stlar, вообще zo'r narxda. 22-yil 10-oy. Avante S7 12200 dollarga kecha nomer taqibdi. Svejiy Peregonda 1.6 benzin motorda. S7 ning narxini kelishmasangiz bo'lmaydi, chunki 2022 10-oy. Akam, navrotlarini bir qator ko'rasiz, lekin Svejiy Peregon kecha nomer taqqanga arzon narxda va uzun заводской black piano diskalarda lyuklari qaralgan, ancha-muncha S7 da lyuk yo'q. 5 kulchovoy bor, elektropaket, kojinli salon, multirul, 170, 3000 probeg. 173 ming, 17000 probeg ekan, jigar. 17000 probegda elektronli tablo, подсветка, monitorlar katta, 212 km kontrol, обдув, подогрев сидения, drive mode, avtomat korobka. 22-yil 10-oy 17000 probegga shok seni. Mana shu so'zni boya aytmodim. Endi men shu holatda shok seni bo'ladi. Akam, ichki salonlarni ko'rib o'tamiz. Oma ulgurmay qolishinglar mumkin. O'zim ham potirab ketdim hozir. 27-yanvar soatlarimiz 8 bo'lyapti. Srochniga siz ulgurib qoling deyapman. Egasiga srochni zaril emas. 12200 ga shoshilamiz. Yana aytaman, shoshilamiz.